Oshna buni nech puldan qilib berasiz endi? Bo'lishi 35 mingdan qilib beraveramiz. 35 mingdan ekan. Necha oylik bular oshna? 1 oydan oshdi. 1 oydan oshibdi mana. Zotana nima dedingiz buni? Babushkani bolalari. Babushka? Babushkani bolalari ekan mana. Har xilidan bor. Bu ham o'zimizdan, o'zim oshnamdan. 35 mingdan. Oshna yana bormi? Nomeringizni qo'yib ketaymi? Shartmasa? Mana shu oxirgisi. Mana shu oxirgisi ekan. Akalar. Oshna, gaplashamiz a? Xo'p, sog' bo'ling. Nimaga deysizlar, ikkita manda 105 mingdan kimgadir 90 kimgadir 115 ming. Aka jo'ja nech pul ekan jo'ja? Nech pul ekan aka? 25 mingdan ekan mana. Nech kunlik bular aka? 16 kunlik, 25 mingdan. Bo'lishini aytyapsiz aka? Sotilish, ha? Sotilish shunaqa ekan. Mana. 16 kunlik. Shu o'limdan chiqib qolganda mana. Ko'ringlar. Katta. 25 mingdan yaxshi. Bozorda rasmini o'zingizlarning. Oh. Nech pul ekan aka? 350 ming. 350 ming. Bo'yi ham baland ekan ancha. Katta. Siz chiqmaysizmi? Tovuq chiqadi xolos. Kamichi aka? Bo'lishini aytib qo'ysangiz, anaqalarga ham yaxshi-da. Bo'laveradi, 350 ming ekan. Kami bor ekan. Ular ichchi aka? Xo'roz 200 ming, makoni 150 mingda tuvyapti. Xo'roz 200 ming. Ularda ham kami bormi aka? Ularda ham kami bor ekan. Kamini qilib berishadi ekan mana. Qora tovuqlar. Mana bular 120 mingdan. Ular to'mayapti. Ular mana 120 mingdan ekan. Ular endi tug'adi ekan. Berib ketaman. Chicha qo'shing berib. Chichasini nima qilasiz? Men ham 140, 130 demadim. Hapsiga 150 bersam berardim. Hozir nech pul dedi? 250 ming. 250 ming ekan. Kami bor. Kami bor ekan. Yosh o'zi. Yosh. Ancha yosh ekan. Makon bosyapti. 250 ming kami bor ekan, endi kamini ham so'raysizlar. Rahmat aka. Jo'jalar. Yo, qo'ying, berib pulini beraman. 10 mingga to'rtta ekan. 10 mingga to'rtta ekanmi? 10 mingga to'rtta ekan mana. Ha, jo'jalar. Aka bu qora jo'jalar nech pul ekan? Qora jo'jalar. Oz pulini bilamiz. Aka sovg'a qilyapti-da hozir shunga pulini. Aka bu qora jo'jalar nech pul ekan? 8 mingdan. 8 mingdan? 8 ming so'mdan ekan mana. Bular 3 kunlikmi, 5 kunlikmi? 3 kunlikdir, tarasa bo'lsa. Shunaqa mana. Akalar 8 ming so'mdan ekan. O'rda jo'jalar ham bilib ketaylik. Aka nech pul ekan? O'rda jo'jalar? Ular 20 mingdan xabar etdilar, yangi chiqqan ko'rdi. 20 mingdan mana yangi chiqqan o'rdak ekan. Aka bular nech kunlik? Aka nech kunlik bular? Bir haftalik bo'libdi mana. Hammasi tetikli ekan, yaxshi ekan. O'zi rangi ham boshqacha ekan. Bunaqa gaplar aytgan akalar. Ularni ham ko'rsatib ketayim. Aka bular nech pul ekan? Bedalar? Bedamidi? 12 ming. 12 ming so'm. 12 ming so'mdan ekan. Mana sizlarga nimalar olib bersam ekan.
Mana nimalarni olish kommentariy yozib ketasizlar. Olib beramiz sizlarga. Yozib kelsanglar keyingi yaxshi xudo xohlasa hammasini olib chiqamiz. Nech pul ekan aka bu? Aka sotilib ketdi. Pulini bilib beraylik. 500. 500 mingga sotilibdi mana shu. O'g'ildan katta ekan. 350 ming ham bor ekan mana shu qo'rasi. Lekin haqiqatda katta ekan. Qaranglar. Qo'ydan narsa o'tolmay qoladi, harli xonaga qo'ysin. Masalan, tutganni ham aytib ketay. Ayni ko'yvay. Animan. Nech pul ekan bu dakan? 400 kam bor. 400 ming kam bormi? Kami qancha buni? Kamsidan-da. Video uchun pulini aytib qo'ying. Bo'ladiganini berib beradi. 350 ming. 350 mingga berib beradi ekan. Sizlarga yana nimani chiqaraman? Egasi yo'q ekan buni. Men ham xudo tashab qo'ydim. Aka, unda ziyon qilib qolamiz aka. Aka, nech pul ekan? Nech pul ekan? 14 ming so'm aka. 14 mingdan ekan. Bular nech kunlik ekan? O bilyapman aka, ziyon qilib. 13 kunlik ekan mana. 13 kunlik o'zalar ekan. Qanaqa tovuq? Mana bu qadam. Aytib ketaveraylik. Bu aka Yaponda bolalarimi? Nech pul ekan? 35 mingdan. 35 mingdan. To'g'ri. Kamichi aka? Kami bor, bitta kami. Nech pulga berasiz aka kamini? 25 ming. 25 mingdan beradi ekan mana. Yaponda bolalari. Mana. Yapon tovuqlari bolalari. Bu tovuqlarchi aka? Bular 80 mingdan kam. 80 mingdan kam bor ekan. Tug'adi aka bular? Uyatgan tovuqlar ekan. Bu qorasichi bular? Bular 150 mingdan kam bor. Bular 150 mingdan ekan. Ahmad aka bozaringizni bersin. Yaşı 10'dan to'g'risi sotganim yo'q. 12 sotdim, 13, 11 ham sotdim. Mana hozirgisi 11 ketdi. Ona tog'aga ham pichir qildik, 11 berdim. Bola 12 olyapti, eshitib qoldi uni. Men eshitib qoldim, 11 berdingiz o'zi oling dedim. Bular necha kunlik aka? 25 kun, 27 kun. 27 dan bittasi. 25 oy 27 kunlik ekan. Onasini nech pul ekan bular? Mana. Qora jo'jalar. Bular net 13 ming, 12 ming sotiladi. 13 ming 12 ming mana sotilayotgan, berilayotgani. Yo, mana Tanlab olishdi, qarabasa uni. 12 ming 13 ming ekan. internet emasmi? Internet u YouTube'da-da, men nomeringizni qo'ymayman-ku. Ashunaqami? Ha, xohlasangiz qo'yib qo'y. Ko'rinib qolmadim. Yo, bu tovuqingiz jo'jalar qo'yapman, xolos. Xohlasangiz yana anaqa bo'lsa qo'yib ketay nomeringizni. Yo'q. Yana bo'lsa. Bo'laveradi, bo'ladi. O'zim chiqmadimmi? Yo, chiqmadingiz. O'zingiz olmayman umuman, faqat tovuqni olaman, xolos. Rahmat aka. Nima bular aka? To'rttasi 52 ming bo'ladi. Nech kunlik bular? Aka 15 kunlik bular. 15 kundan o'tib. Bundan kattaroqlar yo'q. Nisbatan katta. Puli necha pul ekan buni aka? Aka pulini necha pul deyapsizlar? 24 mingdan ekan mana. Ikkitasiga 40 bersa nima deysiz aka? Nima ekan bular? 24 ming ekan. Bori. Bu jo'ja ochishni boshladi, ana qora jo'jalardan Shunaqa gaplar akalar. Chiroyli ekan tovuqlar. Jo'jalar. Nech puldan ekan aka jo'jalar? Sizdan emasmi? 100 mingdan kam bor. 100 ming so'mdan kam bor ekan mana shu.
Bu qanaqa zot bu? Haplermi? Ha. Endi sizlarga yana o'tga